dadasi tovuq ustini ichkim kelyapti. Jinno bo'lgir xotin, kech chiqatib o'janingdan beri darding yeb yutishib qolgan tovuq ustini erayni ammasidan nima degani bu? Shu yoshda tug'ishga bola bormidi? Axir men uchun emas, u bolamiz uchun so'rayapti. So'ra, bor narsalarni so'ra, mana shirinliklarni so'ra, mana. Ko'p baqiravermang, endi tovuq ustini ichkim kelmay qoldi. Endi bananli, qulpinoyli shikolatlar yegim kelib qoldi. Voydod. Xotin, bizni qishloqda unaqa narsalar yo'q, ular kinoda bo'ladi. Bor ekan, eshitdim. Marhamatimizni savdo majmuasining ichida yangi Mimo degan shirinliklar kafesi ochilibdi. Shu yerdan olib kelib bering. O'zi siz bitta ishni eplayolmaysiz. Xotin, eplaganim uchun shu ahvolga tushib o'tiribsan-da. Ish qilib tug'iladigan bolamiz sizga o'xshamas. Nima, menga o'xshadi, Svarchi Bahromga o'xshasizmi? Nima deganing bu? Xuddi o'zimga o'xshagan bo'lsam. Ha, senga o'xshasin, bitta xarakteri o'xshamasa bo'ldi. Nima? Shirinlik olib kelay men. Una mattina mi sono alzato